Assalomu alaykum, aziz tengdoshim, kanalimizga xush kelibsiz. Bu videoni chiqarishimdan maqsad kommentariyalarda yozishganki, hozirgi dolzarb muammoni, ya'ni homila yuragi urishdan to'xtab qoladi, homila o'smay qoladi. Ya'ni umuman homila muzlab qoladi. Mana shunday homiladorlik qanday vujudga kelyapti va bunday holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Shu haqida gapirib o'tmoqchiman. Lekin bundan oldin ham o'zim guvohi bo'ldim mana shunday holatni. Qisqacha tushuntirmoqchimanki, yaqinda bir kelinchak 4 yil homilador bo'lmagan. Lekin 4 yil deganda zo'rg'a homilador bo'lgan, lekin ko'z tegmasin deb buni hammadan bekitgan. Qaynona, qaynota, umuman yaqinlardan ham faqat turmush o'rtog'i bilgan xolos. Va shu natijasida hech kimga hech qanday shifokorga murojaat qilmagan. Sal qornim kattarsin, undan keyin murojaat qilamiz. Asosiy oydan o'tib olay degan maqsadda shifokorga murojaat qilmagan, hech qanday analiz topshirmagan vaholanki hozirgi ekologiya sizni kutib o'tirmaydi. Hozirgi ekologiya homilador bo'ldingizmi, bemalol farzandingizni qo'lingizga olasiz degan sharoitda emas. Va natijada shunday bo'ldiki, bu kelinchak ayol homilasi allaqachon nobud bo'lgan, ichida yurak urishdan to'xtagan, homila уже muzlab bo'lgan. Lekin u bilmagan. Oxir oqibat unda kuchli og'riqlar bo'lgandan keyin majbur shifoxonaga borgan. Shifoxonada esa shu aniqlandiki, homila allaqachon nobud bo'lib, u o'zidan zaharli moddalar ishlab chiqara boshlagan va bu zahar butun bachadonga tarqab ketgan. Natijada bachadon ham butunlay olib tashlandi. U endi hech qachon ona bo'la olmaydi. Bu esa eng yomon holat. Bunday hollarda mana shunday hollarga tushib qolmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Mana shunday hollar yuzaga kelmasligi uchun ayoldan katta mas'uliyat talab qilinadi. Doimiy tekshiruvlardan o'tib, doimiy nazoratda turishi talab qilinadi. Baribir ayol ayolligiga boradida birinchi o'ringa farzandini sog'ligini emas, birinchi o'ringa pulni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu qo'shimcha analizlar, qo'shimcha tekshiruvlar o'rniga qancha pul ketishini hisob-kitob qiladi va natijada o'zi bilmagan holda homilasini hayotiga nuqta qo'yadi. Ayol homilador bo'ldimi? Birinchi o'rinda qanday analiz topshirish kerak? Eng birinchi o'rinda HGC analiz. Ya'ni inson xorionik gonadotropin maxsus gormonlari. Bu gormon aynan homilador ayollarda ishlab chiqariladi. Ya'ni homilalik to'qimalari tomonidan ishlab chiqariladigan, homila o'sishini qo'llab-quvvatlaydigan va aynan homiladorlik jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan gormon. Aynan mana shu analiz orqali ayol homilador bo'lganmi yoki yo'qmi, homila ahvoli qanday, homila o'sish jarayoni qanday, hammasini mana shu analiz orqali bilib olish mumkin. Bu analiz faqat bir martagina topshirilmaydi, u har hafta topshirilib, har bitta chiqqan analiz javobi bir-biriga taqqoslanadi. Va shu orqali bola ahvoli, bola holati kuzatiladi. Keyingi tekshiruv bu albatta progesteron gormoni foizini aniqlash uchun aynan progesteron analizini topshirish. Bu analiz ham aynan homila uchun juda ham foydali analiz, ya'ni homila holatini bilish, homilada tushish xavfi bormi, homila yaxshi o'syaptimi, homila yaxshi o'rnashyaptimi. Xuddi o'sha savollarga mana shu analiz javobiga qarab javob topishingiz mumkin. Aynan bu tekshiruvlardan keyin shifokor sizda qandaydir patologiya aniqlaganda mana shu homila o'smay qolishini, homila rivojlanmay yuragi to'xtab qolishini oldini oladi.
Lekin aksincha, homila holatini bilmasdan yuraverish, hattoki ona sog'ligiga ham katta ta'sir o'tkazadi. Homilada muzlash holatlari asosan birinchi 3 oylikgacha ko'p kuzatiladi. Asosan mana shu 3 oylikgacha bo'lgan davrda doimo kuzatuvda va tekshiruvda bo'lishingiz kerak. Hozirgi kuzatuvlarimizga ko'ra, asosan 8 haftalikgacha bo'lgan homilada mana shunday muzlab qolish, yurak to'xtab, urishdan to'xtab qolish ehtimoli juda ham katta va natijada o'lik homila vujudga keladi. Bu albatta vaqtida aniqlanmagan hollarda u o'zidan har xil infeksiyalar tanaga tarqatadi. Keyingi davrlarda, ya'ni 9, 10, 12 haftaliklarda ham bu holat kuzatilgan, lekin juda ham kam. 12 haftalikdan o'tgandan keyin esa siz doimo kuzatuvda bo'lishingiz kerak-u, lekin unchalik katta xavf yo'q degan. Homilada bunday holatlar yuzaga kelishini asosiy sabablari nima? Eng birinchi o'rinda ayol immunitet tizimining o'ta pastligi. Keyingi bu albatta aynan homiladorlik vaqtida har xil yuqumli kasalliklar, yuqumli infeksiyalarni yuqishi. Bundan avvalroq abort qildirgan hollarda ham bu holat yuzaga keladi. Keyingi gormonlar buzilishi. Yana shulardan aynan progesteron gormonini foizi yuqoriga ko'tarilmasligi. Judayam kam ovqatlanish, vitaminli mahsulotlar iste'mol qilmaslik, zaharli mahsulotlar iste'mol qilish, qattiq qo'rquv va stress holatlari, bundan tashqari og'ir yuk ko'tarish, og'ir mehnat. Yana bundan tashqari genetika, ya'ni irsiyat ham xuddi shu holatlarni keltirib chiqaradi. Giyohvandlik, ichish, chekish, shunga o'xshagan zararli odatlar. Ba'zan eko jarayonidan keyin ham homila bachadonga yaxshi joylashmaydi va homila muzlashiga olib keladi. Bundan tashqari yuqumli nafas yo'llari infeksiyasi, toksoplazma, qizilcha, yana ixlamidiyli infeksiyalar ham mana shunday holatlarni keltirib chiqaradi. Ba'zan shunday holatlar bo'ladiki, onaning tanasi antitanalar ishlab chiqara boshlaydi. Buni natijasida aynan homilaga kislorod yaxshi yetib bormaydi. Ba'zan esa aynan onaning qon ivishi buzilishi homilani pastayishiga olib keladi. Bu holatlar yuzaga kelmasligi uchun biz nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda ayol o'z immunitet tizimini ko'tarish kerak bo'ladi. Aynan vitaminli mahsulotlar iste'mol qilib yurishi, doimiy tekshiruvlardan o'tib yurishi va aynan homilada patologiyani yuzaga keltiruvchi salbiy omillardan ancha yiroqda yurish kerak. Homiladorlik davrida stresslardan uzoqroq bo'lishi, qattiq qo'rquvdan, siqilishlardan va albatta spirtli ichimliklardan uzoqroqda turish kerak. Og'ir yuk ko'tarishdan ehtiyot bo'ling va qorinni siquvchi kiyimlarni kiymang. Har xil dori-darmonlar iste'mol qilayotganda ham siz aynan shifokor maslahat bergan tabletkalardan foydalaning. Qin uchun aynan har xil svechalar, ya'ni shamollashga qarshi svechalardan umuman voz kechganingiz yaxshi. Agar sizda homila yurak urishi to'xtab, o'sishdan, rivojlanishdan qolgan vaqtlarda, umuman homila erta muzlab qolgan vaqtlarda sizda qanday holatlar yuzaga keladi? Birinchi o'rinda orqada, o'pkada pastda qandaydir tortishib og'rishlar yuzaga keladi. Keyin esa qorin va yon qorin atroflarida kuchli og'riq turadi. Qindan avvaliga qonli ajralma keladi. Lekin ba'zan qon to'xtatuvchi preparatlar qabul qilgandan keyin qon to'xtaydi albatta. Lekin shifokor tekshiruvdan o'tmagan hollarda asta-sekin yiringli qon kela boshlaydi. Bu degani homila muzlaganiga ancha bo'ldi degani. Toksikozdan emas, doimo toksikoz yo'qligidan qo'rqing. Agar 8 haftalikgacha sizda toksikoz
birdan yo'qolib qolganini sezgan hollarda albatta zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Uy sharoitida yana homila yaxshi rivojlanmayotganini bilish bu bazal haroratini tekshirish. Agar bazal harorat keskin tushib ketgan hollarda, demak sizda homila o'sishi juda ham past yoki homila muzlab bo'lgan. Bunday holatlar albatta yuzaga kelmasligi uchun doimiy nazoratda o'tab, kerakli analiz va kerakli muolajalarni olib yurishingiz talab qilinadi. Sizdan homila abort qilishi talab qilinganda albatta bunga rozilik bildirishingiz kerak. Ko'pchilikda shunday fikr borki, bir marta abort qildirgandan keyin boshqa homila bo'lmaydi degan. Lekin bu noto'g'ri fikr. Muzlagan homila, ya'ni o'lik homilani qanchalik ertaroq abort qildirmasangiz, u sizning sog'lig'ingizga va yana ona bo'lishingizga to'sqinlik qiladi. Bugungi qisqacha ma'lumotim ham albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalimga obuna bo'lib, doimo sog' va salomat bo'ling. Sizni yana qanday ma'lumotlar qiziqtirsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Men shu haqida video qilib tayyorlashga harakat qilaman.